Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Bugungi men bu eshigimizni obzor qilib bermoqchi edim. Bu eshigimiz Rossiya davlatida ishlab chiqarilgan premium klassdagi Luxor model. Bunimiz tagmasini ochib ko'rsataman. Modelning nomi 3D. Mana ko'rishingiz mumkin. Chiqib turadi nimalari, zo'rlari. Bu modelimiz premium klassga tegishli. Qalinligi 1208, polotnoning qalinligi. İkitadan rezinalari bor. Og'irligi 90 kilo. Noodatiy tarzda ishlangan. Oq bilan kombinatsiya aynaga ham kichkina qo'yilgan, oq bilan kombinatsiya qilingan. Tak paroglari nержавейка bo'ladi. Uplatentel 3 ta o'zi, 2 ta bu yoqda, karkasida bitta 3 ta rezinka bo'ladi. Metali 1,5 dan 2 gacha metal qalinligi, metalli qalinligi. Ruchkalari надежный kuchli. Zamoklarga keladigan bo'lsak, turetskiy zamok, kale zamok qo'yilgan. Hammasiga garantiyasi bor, kuchli garantiyaga ega bu eshiklar. Bularımizdan razmerlari bor. 86 ga ham, 96 ga ham razmerlari chiqadi. Bemalol murojaat qilsalaring bo'ladi. Garantiyasi, заводской garantiya 10 yil beriladi. Bizdan ham xudo xolasa 1 yilgacha garantiya berilaveradi. Ustanovka, dastavka vodiy bo'lib qilib berilaveradi. Qolgan shaharlarga dastavkamiz bor.